O'rtoqlar, hammaga xayrli kun. Zesto jamoasi portalashda davom etyapti. Sizlarga hozir do'konimizning manzillarini bir eslatib o'taman. Birinchi do'konimiz Nazariy mostining yonida joylashgan Dimax savdo markazining ichida joylashgan bo'lib, hop, xalq tilida bu Tiya bozor deyiladi. To'nkadan pastga qarab tushib keldinglar, o'ng qo'lingizda shlagbaum keladi. Shlagbaumdan to'g'ri ichkariga kirasizlar. Shlagbaumdan to'g'ri kirib keldinglar, ikkinchi chapga qaylasizlar. Hop, bu yerda chap qo'li, o'ng qo'li do'koni ko'p, chalg'ib qolmaymiz akalar. O'ng qo'lingizda daraxt keladi, daraxt to'g'risi Zesto do'konimiz 83-do'kon. 83-do'konga keldinglar, bu yerda assortiment juda ko'p, kelsanglar sizlarni ziyoda imkon kutib oladi. Hop, hisob-kitob qilmoqchi bo'lsanglar, muzeyxonaga kirib hisob-kitob qilib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Ayni damda ikkinchi do'konimizga kelganmiz, ya'ni Qo'yliq bozorining ichida do'konimiz. Hop, manzillarni tushuntirib o'taman sizlarga. Qo'yliq bozoridan bir asrofga o'tganingizda qurish mollari bozori keladi. O'shan ichkariga kirganingizda do'konimiz. Uchinchi tashqaringizdan tugaydi, bozorga kirib keldinglar. Ya'ni 6-pavilon 7-do'konda joylashgan do'konimiz. O'rtoqlar, 6-pavilon 7-do'konga ham yetib keldi, ya'ni o'zimiz do'konimiz. Ko'rib turganingizda o'zimizning logotip bor. Kelsanglar, assortiment bomba, xudo xolisa. Mana shu Saidxon ukamiz kutib oladi. Hamma ishidan inshaalloh chiroyli qilib yetkazib beradi. O'rtoqlar, 3-do'konimizga ham kelganmiz. 3-do'konimiz joylashgan joyi Chuqursoyda. Birinchi avtokorxona to'g'risida Do'r shourumining ichida joylashgan. Chuqursoydagi filialimizda xudo xolisa hamma assortimentni olib kelib qo'yganmiz, ya'ni dokumentli katoldan boshlab adekvatli katolgacha. Undan tashqari bizda vodonagregator, elektriskiy katol, alyumin batareya, polimer batareyalar assortimenti bomba. Xudo xolisa kelsanglar hamma ishini shu yerdan bitadi. Muzdekini kelib o'tirsanglar, xudo xolisa hamma ishini bitkazib beramiz. Qish g'amini yoz yeyish kerak akalar.